Nurg'un odam o'zini tunji qatim haqiqiy yaxshi ko'rgan bir odamni qattiq azoblab qoladi. Chunki bir odam tunji qatim haqiqiy yaxshi ko'rilgan vaqtida buning vujudidagi burun besilib ketgan azob uqubatlari, jafo mushaqqatlari, qalb zidillari partilab chiqadi. Chunki tunji qatim haqiqiy yaxshi ko'rildi, haqiqiy bexatarlik tuyg'usi his qildi. U o'zininki aslida bir gap anglaydigan yaxshi bola bo'lmasimi? İşlarni ancha-muncha xato qilib qo'ysimi, kapsizroq bo'lsimi, yaxshi ko'rilaveradiganligini his qildi. Shunlashqa bir odam bundaq cheksiz muhabbatni his qilganda, birinchi bo'lib qalbidan o'rlaydigan tuyg'u baxt tuyg'usi bo'lmasdan, balkim o'zininki behuda o'tib ketgan azoblik, hattoki o'zini baxtlik deb o'ylab kelgan, amaliyotda o'zininki baxtsizlikligini bilmagan mushu o'tmishini qat'iy qabul qilolmaydi. Mushu o'tmishininki hisobini angliq va angsiz holda o'zini eng yaxshi ko'radigan, o'ziga eng bexatar mush odamning ustiga qo'yib soladi. U o'zininki normal deb qarayotgan, yashayotgan muhitiningki aslida unchulami normal emasligini, o'ziningmi aslida unchulami baxtlik emasligini, o'ziningmi burun unchulami yaxshi ko'rilib boqmaganligini tunji qatim his qiladi hamda 20-30 yilni yoqi yig'ilib qolgan qalb zidisi o'zini eng yaxshi ko'radigan, o'zi eng bexatar mush odamning oldida partilaydi, mush odamni zaxmlandirdi. Hattoki o'zininki kechirmishini mush odamning ustida qaytlash orqali o'zining o'tmishiga tasalli bermoqchi bo'ladi. Xuddi bir umr tugman tatgan bir eshakka sizning ichingiz og'rib, buni bo'shandirib, yayloqqa qo'yib bergandan keyin bu eshak aslida boshqa eshaklarningki tug'ilib lekin yayloqda o'ynab yashaydiganligini bilgan vaqtida buning qalbida hargiz baxt tuyg'usi, xo'shallik tuyg'usi, minnatdorlik tuyg'usi o'rlamasdan, aksicha o'zininki bir umr tugman tatqiniga ichi etishidi, og'riydi, o'ziga ichi og'rigan, o'zini yishindigan mush odamga achchig'laydi, vaqiraydi, chuvlidi. Hattoki mush odamni tugman tatqizish orqali bu ish men birlam odamning beshidan o'tmadi deb o'zining o'tmishiga tasalli bermoqchi bo'ladi. Mana bu tunji muhabbatdagi ochiq haqiqat.